Umri davomida bir marta bo'lsa ham bel og'rig'ini his qilmagan odam bo'lmasa kerak. Lekin ko'pchilik bel og'rig'ini bel umurtqasi grijasi, protruziyasi, osteoxondrozi bilan bog'lashadi va davo muolajalari olishadi. Afsuski, davo muolajalari ko'pchilikda vaqtinchalik yoki foyda bermaydi. Buning asl sababi nimada? Chunki bel umurtqasi grijasi, protruziyasi, osteoxondrozi o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Deyarli barchada beli umuman og'rimaydigan odamlarda ham MRT ga tushilsa bel grijasi chiqadi. Ya'ni hammada bel grijasi bo'ladi. Lekin hammada ham bel grijasi og'riq bermaydi. Bel grijasi qachon og'riq beradi? Unga qo'shimcha faktorlar, ya'ni o'sha grijani keltirib chiqargan sabablar qo'zg'algan vaqtdagina og'riq beradi. Keyin yana o'tib ketadi. Agar o'sha grijani keltirib chiqargan sabablar kuchliroq qo'zg'algan bo'lsa, aktiv fazada bo'lsa, bel grijasi hech qachon qo'yib yubormaydi. Uni operatsiya qilib olib tashlansa, yana qaytadan chiqadi. Fizioterapevtik muolajalar, massaj qilinsa, o'sha joyda qon aylanish yaxshilansa, vaqtinchalik foyda beradi. Yana asosiy sabab o'sha og'riqni qaytarib olib kelaveradi. Asl sabab nimada? Asosan bel og'rig'ini 3 ta sababi bo'ladi. Asosiy sababi. Agar o'sha sabablarni topib davolaydigan bo'lsak, muolaja uzoq vaqtga davom etadi, grija so'riladi va bel og'riqlari bizni bezovta qilmaydi. Birinchi, eng asosiy sababi mushaklar disbalansi, ya'ni umurtqa pog'onasi bo'lsin, boshqa suyaklar bo'lsin, o'zi umuman tik tura olmaydi. Ularni muskullar, boylamlar bir-biriga bog'lab, tik holatda ushlab turadi. Organizmimizga tushayotgan nagruzka, o'zimizni vaznimiz yoki yuk ko'taradigan bo'lsak, yelkamizga, qo'limizga yuk ko'taradigan bo'lsak, tushayotgan nagruzkani suyaklar ko'tarmaydi, muskullar ko'taradi. Muskullar suyaklarning muvozanatini saqlab beradi. Bu yoqdan umurtqaga tushayotgan yuk mana shu lardoz va kifozlar, ya'ni bo'yin umurtqasi ozgina oldinga siljigan, oldinga egilgan bo'ladi. Bu bo'yin lardozi deyiladi va bel oldinga siljigan bo'ladi, oldinga egilgan bo'ladi. Bu ham belni lardozi deyiladi. Kifoz orqasiga egilish. Kifoz ko'krak qismi umurtqasi va dumg'aza qismi kifoz bo'ladi. Ya'ni tepadan kelayotgan yukni, o'zimizni vaznimizni bo'yin ko'krak umurtqasiga o'tkazib yuboradi, ko'krak umurtqasi belga o'tkazadi, bel dumg'azaga o'tkazib yuboradi, dumg'aza esa ikkita chanoq suyagi orqali ikkita oyoqqa o'tkazib yuboradi. Bu degani bizning vaznimiz to'g'ridan to'g'ri yerga tushib ketadi. O'shaning uchun biz qo'limizga bir tarafimizga ozgina yuk ko'tarsak ham umurtqa bir tarafga qiyshayadi. 5 kilo, 10 kilo yuk ko'tarsak ham umurtqa bir tarafga qiyshayishining hisobiga u yuk og'irlik qiladi bizga. Lekin o'sha 5 kiloni bir qo'lga emas, ikkita qo'lga 5 kilo ko'taradigan bo'lsak ham 2 barobar yuk 2 barobar bo'lishidan qat'iy nazar bizga yengilroq bo'ladi. Chunki tushayotgan yukni yerga o'tkazib yuboradi tanamiz. Qachonki bizda suyaklar to'g'ri holatda bo'lsa, bel qismi lardozi tekislangan yoki giperlardoz holatda, ya'ni juda ko'p egilib ketgan yoki tik holatda bo'ladigan bo'lsa, nagruzka belga tushadi va grija kattalashadi. Ikkinchi, endi mushak disbalansi deganimiz hozir, ya'ni ma'lum bir umurtqaning bir tarafidagi muskullar qisilgan bo'lsa, umurtqani o'sha tarafga qarab tortib ketadi. Bel umurtqasini o'sha tarafga qaratib tortib ketadi. Ikkinchi tarafdagilar bo'shashib ketgan bo'ladi va qisilgan tarafdan grija paydo bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Umurtqani agar bu tarafidagi muskullar qisilgan bo'lsa, bu tarafga umurtqa qiyshayadi va bu tarafda bosim oshadi. Natijada disk yorilib, grija kelib chiqadi. Buni to'g'rilash uchun biz grijani olib tashlasak, fizioterapiya qildik, boshqa muolajalar olib borganimiz bilan bu tarafdagi muskulni spazmini olib tashlamasak, ya'ni tortishini olib tashlamasak, grija yana qayta chiqaveradi. Birinchi navbatda o'sha joydagi spazmni yo'qotishimiz kerak. Spazm qachon yo'qoladi? Spazm yo'qolishi bu ikkinchi tarafdagi ishlamayotgan muskulni ishlatsakgina yo'qoladi. Fizioterapiya qilsak, massaj, igloterapiya qilsak, bu tarafdagi spazmdagi muskul bo'shashadi, og'riq yo'qoladi yoki yengillashadi. Lekin yuraversak, ma'lum paytdan keyin yana og'riq boshlanadi. Nimaga? Chunki bu tarafdagi spazmni ochdik, lekin bu tarafdagi muskullar hali kuchsiz holatda turibdi.
keyin kuchsiz holatdagi muskul yana qo'yib yuboradi va ma'lum vaqtda 1 oyda, 2 oyda yana muskullar tortishib, o'sha tarafdan yana grija paydo qiladi, yana og'riq paydo qilaveradi. Biz doimiylik lichina qilish uchun bu tarafdagi ishlamayotgan muskulni birinchi ishlatishimiz kerak. O'shanda umurtqaning mana bu parallel holatda ishlashi tiklanadi. Bu nimaga ishlamayapti? Buni faqat tekshirib ko'rib aniqlasa bo'ladi. Kinezologik korreksiyalar orqali bu ishlamayotgan muskulga sabab ichki organdanmi, simpatik parasimpatik nervlar, ya'ni vegetativ nerv sistemasidanmi, yo chanog'imiz qiyshayib ketib o'sha bir tarafdagi muskullarni ishlatmay qo'yganmi, muskulga infeksiya tushib o'sha joyda vaspaleniya kelib chiqyaptimi? Buni kinezologik korreksiyalar orqali aniqlab olishimiz mumkin. Ikkinchi sabab, umurtqalar o'rtasidagi harakat, bo'g'im harakati buzilgan bo'ladi. Bunda qanaqa bo'ladi? Normal odam chap oyog'ini oldinga tashlaganda o'ng qo'l oldinga ketadi, o'ng oyog'ini tashlaganda chap qo'l oldinga. Ya'ni soldatlar yurganda, voyenniy soldatlar yurgan kabi yuradi. Oddiy odamlar endi yurganda shunaqa yuriladi. Bunda qanaqa bo'ladi? Ya'ni qo'l oldinga ketganda o'sha oyoq orqada bo'ladi. Keyingi oyoq oldinga ketganda bunisi oldinga, ya'ni umurtqa mana bunaqa buralgan holatda harakatlanadi. Bunda umurtqaning o'rtasida hamma joyda qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Kimlarda bel og'riq bo'ladi? Beli og'riyotgan odamni hammasini ko'radigan bo'lsak, umurtqa qaysi oyoq tushsa, o'sha qo'l oldinga ketadi yoki pingvinga o'xshab ikki tarafga tashab yuradi. Bu holatda umurtqa umuman buralmaydi. Ikki tarafga tashab yursa ham umurtqa joyida turaveradi. Qon aylanmaydi. Bo'g'imda o'sha joyda osteoxondroz, grijadan ham tashqari eng ko'p osteoxondroz yuzaga keladi. Osteoxondroz o'sha bo'g'imda atrofida qon aylanish yaxshi emasligining hisobiga diskni ichidagi suvli qismi, ya'ni qochadi, qurigan disk deganda, o'shanaqa qochadida o'sha joyda osteoxondroz, ya'ni mikroelementlar to'planadi, tuz to'planadi. Buni davolashning ham yagona usuli umurtqaning harakatini normaga keltirish kerak bo'ladi. Harakatni normaga keltirish uchun umurtqa harakatlanishi kerak bo'ladi. Har bir harakatlanganda undagi muskullar qisqarib bo'shashadi. Har bitta umurtqani o'rtasida muskullar bo'ladi. Ular qisqarib bo'shashi natijasida qon aylanadi va disklar oziqlanadi. Kinezologiyada esa o'sha qaysi bo'g'im harakatlanmayapti, qaysi umurtqaning o'rtasida funksional blok, ya'ni qisilish bor, qayerda nerv qisilyapti, o'sha umurtqada bloklanib qolgan, o'sha narsa topiladi. Ya'ni umurtqadagi mana bu harakat yo'qolgani, nimaning hisobiga bo'layotgani topib davolanadi. Uchinchi sababi esa reflektor ta'sir, ya'ni kasallik boshqa joyda, og'riq boshqa joyda. Bunda birinchisida hozir aytganimizdek, muskul qayerda qisqarsa, o'sha joyda og'riq. Qaysi umurtqani o'rtasida blok bo'lsa, o'sha joyda og'riq. Uchinchi sababi ichki organlar, asab sistemasi, odamning emotsional holatiga bog'liq holatda kelib chiqadigan og'riqlar. Ichki organda muammo bo'lsa, buyrakda, ichaklarda spazm bo'ladigan bo'lsa, misol uchun ichakda spazm bor ma'lum qismida. O'sha ichak svyazkalari orqali bitta umurtqaga kelib birikkan. Ichak vaspaleniya shamolladi, boshqa bo'ldida, muskullari spazm bo'lgandan keyin o'sha umurtqani doimiy 24 soat o'ziga tortib turadi va o'sha umurtqada grija paydo bo'ladi. Biz grijani davolaganimiz bilan u yana tortadi, yana chiqaradi. O'sha ichakdagi spazmni yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Yoki asab sistemasiga ba'zilar bor, beli og'riydi, faqat asabiylashganda og'riydi, boshqa paytda og'rimaydi. Sababi o'sha beldagi grija osmondan tushib qolmagan. U asab sistemasiga, simpatik nerv sistemasi oshib ketishi natijasida o'sha joydagi muskullar spazmga uchraydi. O'sha payt nerv qisiladi, og'riq beradi. Asabi joyiga kelgandan keyin esa o'sha bo'shashadi. Lekin grija har asabiylashganda kattalashib ketaveradi. Bularni simpatik va parasimpatik nervlarini davolatsa, bir-biriga muvozanatlashtirib muolajalar olib boriladigan bo'lsa, o'sha beldagi og'riq belga qo'lni tekkizmagan holatda ham to'xtaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bel og'rig'ini butunlay davolash uchun sababni topish kerak bo'ladi. Shundagina bel og'rig'i qaytalamaydi, grijadan butunlay xalos bo'lishingiz mumkin.